Aytdim-ku, ruhiy charchoqqa oldini oladi dedim. Stress, ulgurmaganidan asabiylashyapti, vaqti bebarakaligidan asabiylashyapti, diqqatini bir joyga yig'a olmaslikdan asabiylashyapti, ko'p ovqat yeyishidan asabiylashyapti, mas'ul ko'p yeb qo'yyapti, bulimichность bor. O'shalarning sababi inson o'zini yaratilish qonuniyatiga ziddi yashayapti. Uni bioritmiga qarshi turyapti. Tana boshqacha yashayapti, mana odam o'zi boshqacha yashayapti. Mana o'sha yozilyapti, shu yozilib ketaversa unda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana bitta muhim masalani gaplashmoqchimiz. Oxirgi paytlarda o'zimizda ham, mijozlarda ham, atrofimizdagi yaqinlarda ham kuzatilayotgan muammolarni bugun o'rtoqlashmoqchiman. Sizga ham vaqt yetmayotgandek, ishlaringizga ulgura olmayotgandek tuyulib ketyaptimi? Sizda ham charchoq hissi ko'payyaptimi? Yoki bo'lmasa sizda ham ko'p yeb to'ymaslik hissi ko'payyaptimi? Yoki bo'lmasam sizda ham miyangiz o'chmaydigan, tinimsiz o'ylayveradigan yoki tinimsiz tushlar ko'raveradigan, kunduzgi voqealarning davomini tushda davom ettiradigan holatda kuzatilyaptimi? Agar shunaqa bo'lsa, buni sabablarini umumiyroq holatda tahlil qilamiz bugun. Asli bu hammada xususiy, lekin bugun ko'proq odamni uchraydigan joylarni gaplashmoqchimiz. Bu nimadan? Bu ruhiy charchoq bo'lishi mumkin. Biz siz bilan bugun ruhiy charchoq haqida gaplashamiz. Ruhiy charchoq nega bo'lyapti? Nimaga odamlarda ruhiy charchoq ko'payib ketyapti? Kir mashina kir yuvsa, mashina yuvadigan mashina, idish yuvadigan mashina idishlarni yuvsa, hamma ishga yordamchi bor zamonda yashab ham nimaga biz bunaqa ruhiy charchoqda bo'lishimiz kerak desa, sabablari rosa ko'p, lekin o'shalarning eng ichida ustuvorlardan birinchisi bu biz bioritmga zid tarzda yashashga o'tib qoldik. Bu qanaqa? Bu bizning organizmimiz o'zi boshqacha strukturada yashab ketyapti, biza ruhan va psixologik boshqacha tartibda tanlayapmiz. Aslida insonni jismiyati, insonni to'liq organizmini o'zini yashashda yaratilgan strukturasi bor. Bu bioritm. Bioritm nima? Bioritm bu butun tana ichki a'zolar hammasi biologik ritmga qarab yashashi, ishlashi to'g'ri. Bu quyosh chiqishi boshlashi bilan butun tana, o'pka, jigar, yurak, miya hammasi aktivlashib, gormonlar hattoki aktivlashib, kun botgani sari, kun kechikkani sari bu aktivlik pasayib, tana, butun organlar dam olishga qarab kirishi, dam olib, keyin ikkinchi kunni boshlashi bu bioritmga asoslangan hayot tarzi deyiladi. Buni siz, men o'rnatmaganmiz. Bu insonning yaratilish strukturasida bor, ya'ni yaratuvchi tomonidan o'rnatilgan qoidalar. Lekin tana shunaqa ishlayotgan bir paytda biz unga ziddi hayotni tanlayapmiz va boshqacha yashayapmiz. Qanaqa? Avvalo shu ertalab uyg'onishdan boshlasak. Ertalab quyosh chiqishni boshladimi? Bo'ldi. Tana uyg'onishga tayyor. O'zida miya kortizol ishlab chiqarish boshlaydi. Kortizol bu bizga uyg'onishga, shiddatga, shaxtgalarga, bir narsalar xohlashga, shijoatga xizmat qilishi kerak aslida. Faqat asabga emas, siqilishga emas. Demak, shu uchun ishlashi kerak va biz kortizol ta'sirida tetik bemalol ko'zlarimizni ochib uyg'ona olishimiz kerak. Qoidasi bo'yicha. Bu uchun biz quyosh chiqadigan vaqtda turishimiz kerak bo'ladi. Turdik, aktiv hayot tarzi, hamma jarayonlarni boshdan kechirib, kun tarixini boshladik va o'zimizni kun tikkaga kelgan vaqtlarda eng aktiv paytlarimizni yashab o'tyapmiz, ishdamiz, boshqamiz. Ana sekin kechga qarab kelayotganda o'ylaydigan, siqiladigan, chopa-chop, yugur, shoshilishli yoki bo'lmasam o'zimizni xavotirga soladigan, charchatadigan, yangi ishlarni noldan boshlaydigan ishlarni kechga qarab qilishni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Va ikkinchi muhim qoida, kuzatish kerak bizga uyqu qachon keladi signal bo'lib. Birinchisi, qachon uyqingiz keladi? Soat nechida? Qarang, agar 8-9 da uyqingiz kelayotgan bo'lsa, psixologik jihatdan ham siz o'zingizni bo'shashtira oladigan va kuni bo'yiga o'zini quvvatini normal taqsimlay oladigan insonsiz. Bu juda yaxshi degan. Shu 9, ya'ni qarangda, shom va xufton ketdi. O'sha xuftondan keyin uyqu kelishi boshlashi. Ana o'sha paytda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa bo'ldi, tamom, uyquni qabul qilish, uyqu rejimiga o'tish, o'zimizni chalg'ituvchi narsalardan voz kechish, bu yorqin chiroqlar, telefon ekrani,
o'ylaydigan narsalar, yuklamalarni to'xtatib, dam olishga o'zimizga sharoit yaratishimiz kerak bo'ladi. Uxladik. Bu paytda nima bo'ldi? Miya kunni tugatdi, butun tana. Biz kunni yakunladik, vazifalarni hammasini bajarib berdik. Endi dam olsak maylimi? Tamam. Biz berdik sharoit dam olishga, uxladi. 3 soatda, 4 soatda, 5 soatda uyg'onarsiz. Balki mana 9-10 da uxladingiz, 3-2 da uyg'onarsiz yoki 4-5 da uyg'onarsiz. Marhamat, bu normal. Ana uxlab turgandan keyin miya yana yangi kun boshlandi deyapti-da, sizga kortizol beryapti. Siz o kortizoldan foydalanib yana hayotingizni qurib ketaverasiz. Mana normali shu. Lekin bizda qanaqa ketyapti? Biz birinchi signalni, uyqu signalini qabul qilmayapmiz va uni o'rniga anu ish qilmoqchimiz, yoki televizor ko'rmoqchimiz, yoki reels ko'rmoqchimiz, yoki dars qilmoqchimiz, yoki narsa yegimiz kelyapti. Xullas nimadirlar qilmoqchi bo'lyapmiz-da, biz yana aktiv hayot rejimiga fikran reja bo'yicha o'tyapmiz. Hali qilib tashlamasak ham, yo'q, kinoga ketmoqchiman, bunaqa qilmoqchiman, bunaqa qilmoqchiman deymiz. Shu paytda miya o'ylaydiki, demak biz dam olmaymiz, lekin ikkinchi kun boshlandi. Endi ikkinchi kunga atalgan, sizni uyg'otadigan, tetiklab beradigan kortizolni chiqarib yubordi. Endi nima boshlanadi? Aktivlashish boshlanadi. Kortizol sizni aktivlashtiradi. Yana o'ylov harakatga tushirib tashlaydi. Eng zo'ri kortizol oshqozon-ichak sistemasini ishga soladi va yediradi. Ovqat yeyishni boshlaysiz kechqurun xolodilnik ochib. Yoki bo'lmasam bu ishlarni qilmasangiz, turib ish qilmasangiz, harakatli narsalar bajarmasangiz, ovqat yemasangiz, kortizol nima qiladi? Siqilamiz deydi. O'ylov boshlanadi, siqilish boshlanadi, hamma narsalarni kovlash boshlanadi va qarabsizki, siz ertalab sizni tetikligingizga, uyg'onishingizga, yangi kuningizga ishlatiladigan kortizolni ishlatib bo'ldingiz. Bundan tashqari organizm 2 qayta bir kunda 2 qayta beriladigan katta dozadagi kortizoldan charchaydi, zo'riqadi va ertalab tura olmaysiz. Chunki ko'pchiligimizda 12-1-2 qilib uxlash rejimi boshlangan. Nega? Uyqu